Oyda 500 ming pul topadigan bu akimiz amaliyotda eski tusiga yig'digan bo'lib, Tunji qilib pul topgan vaqtimda 2 oy ichida 1 million pul topgan. U 60 kun ichida. ya'ni asorat yig'digan bo'lib, siz ko'rib boqay yoki ko'rib boqmagan, ishiltib boqay yoki ishiltib boqmagan, hatto otlab o'tib ketgan narsalarmi bu akimizni ko'rgazmagansida asorat bo'lib pulga yaratayotgan bo'lishi mumkin. Bizning ma'vo ata-bobomizning yemeklik tartibirdigan yağıçaq. Ma'ning tarix shu 350 yil atrofida chiqdi. Mushummosh 300 yillik tarixi ba vaqt av eganing teglikka sapal 1000 yilning yuqorisi chiqdi. Mashummo eng to'yin tarixda Bu 1,5 yil bu tutma. ko'p. Burunqi uning ash oladigan, ash saqlaydigan tag'ri. Suvanmay ananda. Yo soğumaydı. O zaman da bunun su kaçılmaydı. Açlıkla mı saklaydıgan gibi. Mavo. Eleki yalğançılığın uzmanda elitimiz degen kiyim tikiş maşinesi. Demek o'zlar saqtib o'zgishkinda bor. Mavo sotuş işledigan. Langtos edip sotuş edigan. 1800 koygucam işlettim işim kuyup. Bunun kaç tarixi var? Bunun tarihi mi? 300-400 yıllardan artık çıkıdıkam çıkmaydı. Şu vakit ecdatlığınınki jangalık verip, bunda fotoğrafını tepip, amal yok, başka sotu şeydiğen terakkiyat bulmagan diken, muşunda kılıp, ağzında tüylük selep. Bu to'g'ri chiqdi bu. Toprak. Terek bo'lmaydi. Ya, terakli işin olmasın. Bunu çapkılamaydı vaktinde terakkiyat yok. Bunda Muş Toruz'un yıl tarihi, 400 yıllık tarihi var. Men taqimam ko'rib egilek o'xshaydi deb ekan Ya, Toruz'a. Adamni suros qizga emas ma'vo. Odamni tushuntirganlar narsaga ma'vo. Muştaş'ın tarihi meniki. 500 yıl işleydi. 500 yıl. 500 yıl işleydi. Her qanday yerde jandon qildirsam, jandon aşında çıktı. Ma esaretig'ning ishini biz jiqchilmagan bilan buning aqidasi va odam bo'lakchaga o'xshaydi. Sizlar necha ming yillik tarixi va naslini degan bir ko'zimiz eshitib qolgan bo'ldi. 40 yıllık tarixim. Bir erning yerim ömrüm şununla ötmüş benim. 1982 yılı Çölüzde şarkılar. Macan. Daçen tapımızda cengal. Qoldi deb men buni ota bobomdan, yig'ib men saqlig'inim egiz bo'yamdan. Nechinsan ixlosman bu ishqa desang, men buni boshlagan burun to'yamdan. Yosh vaqtim bir kun men aqlimdan ezib, yo'l oldim sahroga qumliqni kezib. Tapqinim bo'ldi mening meteorik aqtash, ham yana xushalliq zaminni qizib. Aslida bu tog'imiz o'zining yoshligini, bir umr hayotini, ota-bobolarimizning qolgan ishlatgan narsalarni, asoratik buyumlarni yig'ib saqlashga otayotgan bo'lib, ham shuningdan xushallik topgan ekan. Yaxshimisizlar do'stlar, men Miras obraz o'zgartish programmasidan Absemi. Bugungi sonda o'ylamagan yerni asoratigidek bir tog'imizga yo'liqib to'qnab qolib qolsa, filmga yurak bir taqtib qo'ysanglar, bu tog'imizning o'zgargan holatidan birlikda huzur olaylik. Mushunda mesela qanday kirim bo'lardi? Bundan men tunji qilib pul topgan vaqtimda 2 oy ichida 1 million pul topgan. 10 ming koy pul desmesem 10 ming koy pul 2 oy ichida 1 million pul bo'lgan. Qotanda o'zlik mal, 4 kala, 1030 ming pul uy. Demek mesela sizlarga o'xshab shuni qadini bildigan odam oladi. Boshqa odamlar qilib qolsa. Ya, sizlarga mesela hozir men metrot mavo. Manınğa 50 koy pul berib o'ynaslovkam desem, akakamlarning ketibse 50 koy pul qilgan koy qo'ysam 1 kilo go'sht kilda ko'tarib o'tib tashingda deydigan gap. Lekin men nejirimda 100 koy pul satmayman. Mandaq. Nalo qilib qolsa degan sizlarni yigit qilib o'zgartirdi. Ma'lum qilsa. Maqla. Saqqalni pechat yasab oldik. Amsa tumshdagi miras hukumimiz qilib kim tanlayli? Tumshdagi o'zgarib baqsa do'stlar, rasman yo'llashni tuqamoqlar. Breaker, reggae head, steel and sweat. I ain't dead yet.
qandarak matamiz qandarak o'zgaribdi, salabalik qilib ketdimi? Agar o'zgartirish tegishli bo'lib qolsa, sizlar fikringizni qabul qilamiz. Qandarak taga modelingiz qanday oldi ekan? Öyle buldu. Salabalik qilib ketdingizga. To'g'lashda to'g'lib qolib ketmay. Ganika biz ma tumshiq miras do'konimizdan sizga azroq bir ko'ngil sog'imiz va aka. Azosimi? Unda olib qolsa, yana o'zgarish va sabab qolsalarmish tumshq miras do'kon kilib tizimlasanlar bo'ldi, biz tumshq shaharda.